Yoshingiz nechida? 44. Xo'p, yoshingiz 44da. Sizda asosiy hozir so'rov boshingiz og'riganini, 10 kundan beri dedingiz. 12 kun, 13 kun bo'lib qoldi. Umuman olganda shifokorlar tomonidan bizda psixosomatika yo'nalishi bor. Shifokorlar tomonidan ba'zida shunaqa tashxislar bo'ladiki, nima uchun bo'layotganini biz bilmaymiz yoki hamma analizlar yoki bu tomonlama normalni yaxshi deyishganida ko'pincha insondagi holat bu 100% psixosomatika hisoblanadi. Lekin 100% psixosomatika bo'lmagan vaqtlarda ham, misol uchun qandaydir analizlarda muammo borligi sog'likda tanada aniqlandi, meditsina bilan ishlash bilan bir qatorda baribir psixosomatik ishlash kerakligi tavsiya etiladi va bugungi kunda barcha даже shifokorlarni o'zi ham zamonaviy demak o'sha meditsina ruhiyat bilan birga ishlashni tavsiya etadi. Demak, sizda hozir bizga oid tomonini analiz qilib ko'ramiz, ya'ni tahlil qilib ko'ramiz, chunki bu konsultativ tahlil. Xo'p, mana siz 12 kundan beri shunday jarayon sizda kuchayganini aytyapsiz. Mana endi men bo'lishi mumkin bo'lgan birinchi sabablarini aytib o'tamiz. Shu ustki tahlil uchun. Keyin esa ozroq chuqurroq ya'ni negiz bilan ishlashga, sizning sog'lomligingiz bo'yicha demak harakat qilamiz. Xo'p, demak, umuman olganda pochkada deylik sog'lomsizlik qachon boshlanadi? Umuman olganda sizda pochkada o'sha tana belgi berishni boshladimi? Demak, bu umumiy psixosomatikasi deb ko'riladi. Bu insonni tanasi har xil zaharlashi mumkin bo'lgan, uni zaharlashi mumkin bo'lgan narsalardan xalos bo'lishga urinishi. Ya'ni aslida pochka qonni shlaklardan tozalaydi-ku. Ya'ni zaharli jarayonlardan tozalaydi. Endi buni to'g'ridan-to'g'ri hozir inson sog'ligiga qaratadigan bo'lsak, demak hayotdagi biz shunchaki o'ylaymiz, demak tanamda nimadir zaharli narsalar ko'paydi, shuning uchun buyrak uni tozalaydi, pochka bu kerak bo'ladi. Yo'q, aslida bu hozir sizdagi ruhiy tomondan oladigan bo'lsak, hayotingizda nimadir zaharli narsa borki, mana shu 12 kun deb aytyapsiz, undan oldinga demak siz murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Aslida har bitta kuchaygan sog'lomlikni biz mana shogirdlik kursida o'quvchilar bilishadi, biz 5 yil ortga qaytib, 5 yil ortgacha analiz qilinadi. Lekin endi buni sizga o'sha kuchaygan jarayonda biz hozir birinchi ustki holatini ko'ramiz deganimiz uchun aynan mana shu boshlanish kunidan bir kun oldin yoki bir hafta oldin kamida sizda emotsional holatingizga ta'sir qilgan nimadir jarayon bo'lgan yoki nimadir siz ichki ravishda o'zingizni bu yerda tanqid, ayblov yoki qattiq kimdandir ko'ngil qolishi yoki inson hayotda qattiq muvaffaqiyatsizlikka uchrashi ham shu narsani hazm qila olmagandan va mana shu alam va nafrat tuyg'usi bilan pochkadagi sog'lomsizlik bog'liq bo'ladi. Endi buni hozir o'zingiz ustki analiz qilib ko'ring. Qachon qayerda siz aynan mana shu his tuyg'ularni his qildingiz mana shu sog'lomsizlik boshlanishidan oldin? Endi mana shu 12-13 kun oldinmi yoki undan ancha oldinmi? Yo'q, mana boshlanishidan oldin. Mana boshlanish birinchi kun aytdingiz, 12 kundan beri davom etayotgan bo'lsa, demak birinchi kunga qaytasiz. Ya'ni boshlangan kuniga qaytasiz hozir. Siz o'sha mana sezgan kuningizga qaytasiz. Qachondan siz o'sha sezdingiz, mana sizda bo'lgan o'sha kundan, ya'ni boshlangan kunidan ortga qaytasiz. Ya'ni balki bir kun, balki shu bir haftagacha 10 kun. O'sha kuni, o'sha og'riq boshlangan kunda eslayman, aniq o'sha kunda eslayman, chunki biz qizlar bilan sinfdoshlar ko'rishadigan bo'lib o'sha kuni ko'rishdik. Bir yaxshi sog'ligim ham yaxshi edi, настроением ham zo'r edi. Sinfdoshlarimiz bilan ko'rishib, gaplashib, mazza qilib gaplashib o'tirdik. Keyin bir endi hamma oilaviy bir muammolarini ag'dan-bag'dan gapirishganda, shu men biz onam bilan jicha chiqishmayroq qolgan edik oxirgi paytlarda. Keyin shu bir voqeani eslab men ularga aytib berdim gapda orasida. O'shunda balkim menda yana hali narsa ko'tarilib ketganmi? Keyin shu gaplashib o'tirdik. Shundan keyin jichadan keyin boshim og'rib, boshimga og'riq kirdi, qizishdi boshladim, g'alati bo'ldim. O'sha uyga kelayotganimda o'sha davleniyam boshim chiqib ketay deb o'sha qattiq og'rishni boshladi. O'sha kundan beri mana hozirgacha bosh og'riq bilan yuribman. Xo'p, keling o'sha bo'lgan sizda o'sha davrada suhbatda bo'lgan mana qizlar bilan yig'ildik, o'tdik. Keling buni boshqa tomonni ham bir ko'ramiz, chunki sabablarini hozir biz raskopka sessiya o'tkazmaganimiz uchun umumiy sabablarni o'rganiladi. Raskopka sessiya bo'lganda edi, biz bittada tushishimiz mumkin edi sababiga chuqur ishlanilganda. Xo'p, yana bir ishlashi
e'tibor qilishingiz kerak bo'lgan tomoni. O'sha davrada, o'sha suhbatda siz mana bordingiz. Mana suhbatda shunaqa jarayon bo'ldimi sizda? Ya'ni suhbatdan keyin qandaydir hayotdan sovushmi yoki ichki ravishda hayotingizni u davradagi kim bilandir taqqoslab, man hech narsaga erisha olmadim. Ya'ni buyrakdagi sog'lomsizliklarning yana bir katta sababi ko'pincha buyrak sog'lomsizligi, pochkada bo'ladigan doimiy sog'lomsizliklarga aloqador odamlar ko'pincha o'zini omadsiz hisoblashadi. Hamma ishni noto'g'ri qilaman deb hisoblaydigan odamlar bo'lishadi-da. Ya'ni ichki ravishda o'ziga nisbatan tanqid va ayblov, ya'ni o'zini ayblash, o'zini tanqid qilish. Va tanqid qilmadim lekin. Men doim o'zimni samootsenkami nima deydi? Menimi yuqori qo'yaman. Qandaydir o'zimni yaxshi ko'raman deb o'ylayman-u. Bilmayman, balkim yana gohida o'ylaymanki, samootsenkam pastligiga men o'zim nima qilarmikinman. Xo'p, keling hozir Barnopa, mana shu yerda hozir so'zingizga e'tibor qilamiz-da. Men doimo dedingiz, samootsenkamni yuqori tutaman dedingiz. Ya'ni bu harakatmi? Yuqori tutishga, yuqori ushlashga doimiy ahamiyat berib, doimiy mana samootsenkam yuqorida deb harakat qilish ma'nosida aytyapsizmi? Yo'q, men masalan o'zimga hurmat talab qilaman. Masalan, bironta inson san deb nima qilayotgan bo'lsa, masalan, san deyish menga yoqmaydi. Men sansiramen deyman-da. Hali будьте любезны, sizlab gapiring deyman-da. Mana nima demoqchiman? Men hurmatimni kerak bo'lsa talab qilib olaman-da. Endi u bilmayman nimaga kiradi. Endi u balkim bu просто гордостьga kiradimikan yo bu mammalikka kiradimi? Tushunyapsizmi mana? Tushunmadim. Hozir mana shu jarayonda hozir taningizda nima his qilyapsiz? Mana shu narsani men talab qilaman deganda nima hissiyot bo'ldi hozir? Ikkilanish. Xo'p, yana-chi? Yana nima his qilyapsiz? Ishonchsizlik. Kimga ishonchsizlik? O'zingizgami? O'zimga. Mana his qiling, mana siz o'sha davradasiz, deylik, mana shu dugonalaringiz bilan bo'lgan davrada ham siz. Farqi yo'q qanaqa davralarda. Mana insonlarni oldida siz aytyapsizki, kerak bo'lsa men o'zimning haqqimni talab qilaman. Ya'ni bu ichki nastroy, ya'ni ichki shunaqa sozlanma. Sizda doimiy har bitta suhbatdan oldin, har bitta mana shunaqa davralarda avtomatik ishga tushib turadimi? Ya'ni o'zingiz har doim shunaqa o'zingizni kerak bo'lsa hozir men o'zimnikini ayirib olaman degan nastroy bormi sizda har doim? Yo'q, unaqa har doim постоянно emas-ku, lekin bunaqa men masalan o'zimni qadrdonlarim, o'zimni yaqinlarimga men bunaqaman, ochiq xarakterim nima, lekin masalan birinchi, ikkinchi nima deydi? Birinchi, ikkinchi marta gaplashib turgan odaming sразу sansirab yuborsa, g'ashingiz keladi-yu, qandaydir hali hurmatingizni talab qilasiz baribir. O'shaqa paytda, lekin boshqa paytda ham nima deydi? Muomala madaniyatida ham baribir men o'zimni haligi nima chegaradan chiqmagan holatda talab qilaman-da baribir. O'zingizni nimangiz bo'ladi-yu baribir. Odobsizlik bilan hurmatsizlik qilib gapirayotgan bo'lsa. Xo'p, qarang, Barnopa, mana bu siz aytayotgan inson boy o'zini haqqini talab qilishi yoki to'g'ri muomala qilishi, chegara bo'lishi bu zo'r. Bu juda ham sog'lom munosabat belgisi. Faqat buni ikkinchi tomoni bor. Nima uchun men bunga hozir to'xtaldim? Chunki sразу mana so'z ohangingizga yoki o'sha mana boya aytdingiz-ku, ikkilandim dedingiz-ku, nima his qildingiz hozir deganimda bejizga bu savolni bermadim, chunki hozir biz bilan konsultatsiyada e'tibor berayotgan bo'lsangiz, bitta to'lqindamizda. Siz hozir ichingizda his qilayotgan yoki siz qilayotgan ovozingizdagi pauzalar bejizga berilmayapti-da. Ya'ni mutaxassisni ham aslida bizani hozir vazifamiz yoki qiladigan ishimiz mana shunga diqqatli bo'lish. Ya'ni sizni holatingiz, siz hozir ovozingizda mana ikkilandim, men talab qilaman-da deyapsiz-da. Ya'ni bu qilish kerakligi to'g'ri, lekin har doim xuddiki ichki agressiya, ya'ni atrofga nisbatan ichki agressiya, norozilik sizda sezilyapti. Xo'p. Mana shuni fikrga qanday qaraysiz? Ichki agressiya sizda norozilik sezilayotganiga? Endi menda nimaga nisbatan norozilik? Mana ichki agressiya, insonlarga, atrofdagi mana shu qarang, mana talab qilaman, talab qilish kerakligi to'g'ri ekanligini biz buni belgiladik. Demak, bu bir tomon, inson o'zini haqqini talab qilish kerakligi. Lekin buni talab qilishim kerak degan jarayonlarni kutish bu bir tomon. Tushunyapsizmi? Har doim bo'ladi-ku xuddi shunaqa. Menga hozir hujum qilishsa, sразу javob qaytaraman degan holatda yurish.
yoki bu narsa insonga nimani olib keladi bilasizmi? Mana shu ba'zida degan holatingizda ko'pincha tashqi muhitdan sizga shunaqa muomala qilishayotganiga ko'p guvoh bo'lib qolasiz yoki ozgina qandaydir nima deydi o'zbek tilida podvoh boshqalar tomonidan ozgina nimadir jarayon ham sizga juda ham qattiq tegadi, chunki siz shu narsani kutib qabul qilishga tayyor bo'lib turibsiz. Va shuning uchun sizni sразу постоянно вооружен. Вот mana nuqtasiga tushdingiz. O'zim ham nastroyda постоянно mana shunaqa nastroydaman. Masalan, endi nima deydi? Shunaqa bo'lib qolganman. Oldin endi juda ham naqa sodda, yuvosh edim. Lekin hayot o'zi shunaqangi bir nima deydi? Nastroyga olib kelib qo'yar ekanki, hali urilib, turilib, surilib, oxiri haligi immunitet hosil qilib qolar ekanda odam. Har xil voqealarga o'sha shunaqangi immunitet bo'lib qolar ekanki, o'sha hamma voqeaga o'sha nima topish, yo'l topib chiqib ketadigan bo'lib qolar ekansizda. Haliginaqaga kirib qolmas, maqtanishga kirib qolmasin-u, lekin любой nimaga nima deydi, yo'l topa olamanda. Biror qanaqadir bir ili bo'lmasa o'rtoqlarim masalalarga yechim. Masalan, bitta o'zimga emas, dugonalarim ham bir yo'da maslahat so'rashsa, masalan, bunaqa bo'lyapti, bunaqa deyishsa, bunaqa-da, bunaqa qilsam, to'g'ri-ya. Shu kallamga kelmabdi deydi. Nabrot mendan maslahat so'raydi. Xo'p, keling, Barnopa, hozir boshqa masalaga o'tmaymizda. Aynan o'sha tuyg'uga o'tamiz. Mana постоянно siz shu boyga aytganingizdek, qurollangan holatda, ichki agressiya bilan endi boshiga qaytamiz. Qon bosimini nima shakllantiradi? Ya'ni insonda mana bu buyrak bilan ham bog'liq qon bosimi aslida. Sababi nima deydi? Mana o'z nomi bilan qon bosimi, ya'ni sizda ichki taranglik holatingiz, bunga balki ahamiyat bergansiz, balki bermagansiz, mana shu siz aytgan kun davomida bu sizga o'zi mana tanada berilgan signal kasallik paydo bo'ldimi, bu eng oxirgi nuqta degani. Mana ko'pchiliklar ahamiyat bermaydi-da, dori bilan nima bilandir bosib yuradi, lekin hattoki tanada o'zi bir qandaydir kasallikni boshlanishi bu eng oxirgi nuqta sanaladi. Ya'ni sizda bu ancha muddatdan beri davom etib kelyapti ichki bosim. Ichki bosim bu degani o'sha ichki agressiya to'g'ridan to'g'ri o'zingizga qaratilinib qolyapti. Ya'ni mana shu bosim esa sizning tanangizda qon bosimini keltirib chiqaryapti endi. Atrofdagi hamma jarayonlarga, holatlarni, insonlar bilan munosabatlarni bosim bilan qabul qilish, bosim bilan munosabat qilish. Mana men o'zi shunaqa вооруженный bo'lib qolganman, bo'lib yuraman dedingiz-ku. Keling, mana shu holatni tan olish, mana shunaqa dedingiz. Endi hozir yana bir marta qaytarib takrorlab ko'ring-da. Nima his qilyapti tanangiz? Mana shu tan olishda. Bilmayman, oxirgi payt asab bo'lib qolganman, shungamikin. O'zi nervimni bo'lib qolganimikin yo shunaqa bo'lyaptimikin. Xo'p, keling, mana aslida oxirgi paytda deyapsiz, mana shu asab bo'lib qolish ham birdaniga kelmaydi-ku, to'g'rimi? Aynan biz aytayotgan hozir holatni yechim nuqtasiga kelyapmiz. Sizga juda ham qisqa vaqt ichida chiqib ketsangiz bo'ladi bu holatdan. Faqat hozir ong hozir himoyasini yoqyapti-da, ko'ryapsizmi? Nima his qilyapsiz deganda siz yana javob qidiryapsiz. Hissiyotingizni aytmayapsiz lekin. Keling, qaytaraman. O'zingizni bo'sh qo'ying. Bemalol o'tirgan bo'lsangiz, chuqur nafas oling-da. Chuqur nafas chiqaring. O'zingiz yaxshi qilyapsizmi? Yana bir marta sekin chuqur nafas oling-da. Ichingizda ozgina ushlab turing. Ko'krak sohangizda ushlab turing havoni. Va sekin chuqur nafas chiqaring. Oxirgi marta sekin chuqur nafas olamiz. Oxirgi marta nafasni og'izdan sekin asta chiqaramiz, shoshilmasdan. Shunchaki his qilib ko'ring hozir xayolan. Mana shu pochkalaringizni prosta tanangizning shu qismini ko'rib bering xayolan. Va ularni jonli nafas olib, nafas chiqarayotgan, o'zi отдельно nafas olib, nafas chiqarayotgan bir tirik organizm deb oling. Ya'ni sizni tanangizdan alohida yana bitta bir dunyo ular. Hayot. Ular o'zi nafas olib, nafas chiqaryapti, pochkalaringizni his qilib ko'ring. Xuddi odamga o'xshab nafas olib, nafas chiqarib yashayapti. Va birinchi kelgan hozirgi javobni, ichingizdagi javobni berasiz. Mana shu pochkangizdagi og'riqlar, sog'lomsizliklar qaysi fikringiz, qaysi hissiyotingiz va hayotingizdagi qaysi insonlar bilan, holatlar bilan bog'liq? Kim bilan bog'liq pochkadagi sog'lomsizlik? Birinchi kelgan javob xayolingizga.
singlimdan xafachiligim bor, balkim shuni nimasi bormikin? Hop, keling, mana balkim degan so'zni olib tashlaymizda. Birinchi xayolingizga shunchaki kelgan fikr. Analiz qilmaymiz, tahlil qilmaymiz. Mana hozir biz pochkamizni nafas olib, nafas chiqarayotganini his qilib bering yana. Va yana savolni takrorladik. Ya'ni mana shu pochkamdagi mana shu kundan beri davom etib kelayotgan og'riq, sog'lomsizliklar kim bilan, hayotimdagi kim bilan va qaysi vaziyat bilan va qaysi fikrlarim bilan bog'liq? Qaysi fikr hissiyotlarim bilan bog'liq? Va siz birinchi hozir aytgan jarayoningiz demak singlim bilan. Qaysi fikr va qaysi holat, qaysi tuyg'u endi kim bilan bog'liqligi haqida sizga signal berdi. Ong ostimizda nima tuyg'u his qilyapsiz singlingizga nisbatan? Nafrat. Qayeringizda his qilyapsiz bu nafratni? Aynan mana shu pochkalaringizdami? Tanangiz qaysi qismida turibdi? Mana shu ko'krak qafasimda. Mana shu ko'krak qafasingizga hozir diqqatingizni qarating, ichki nigohingizni. Juda ham yaxshi. Xuddiki chuqurroq kirib borayotganga o'xshaymiz. Ahamiyat bering. Mana nafratga yuzma-yuz keldingiz. Mana shu nafratning ichidasiz, mana shu emotsiyani. Tanangizga balki yengil qaltiroq bo'layotgan bo'lishi mumkin. O'zingizga ruxsat bering. Emotsiyalarni his qilishga o'zimizni ushlamaymiz. Xo'p. Demak, nafrat his qilyapmiz singlimizga nisbatan. Mana u oldingizda turibdi, tasavvur qiling. Mana u qarshingizda singlingiz. Qaysi holat sabab bo'ldi bu hissiyotga? Qaysi holat? Nohaqlik. Egoizm. Kimda egoizm? Singlimda. Faqat man bo'lsam, poli zreniya man bo'lsam, mani yaxshi deyishsa, mani yaxshi ko'rishsa, hamma yo'q manga bo'lsa, shunaqada xarakteri. Shuning uchun menda unga nisbatan unaqa bo'lib qolgan. Nafrat, chunki o'zini yaxshi ko'rsatib qolganlarga hammaga meni yomonlagan, yomonlab tashlagan, nohaqlik qilganda bu narsaga haligi ko'zini yumib olganda, hamma yo'qda bunday bunaqa bor-ku, za kadram, который buni ssenadagilar ko'rinaveradi, za kadram ko'rinmaydi. Qilgan ishlaringiz, qilayotgan ishlaringiz, rejissura masalan polni za kadram hamma yo'qda ishni qiladi, bag'da oldi tarafdagi o'yinchilar ko'rinaveradi-yu. Hop, qachondan beri bor bu hissiyot singlingizga nisbatan sizda? 1 yildan beri. Ungacha bu tuyg'uni va bu fikrlar bo'lmagan sizda? Bo'lmagan, yo'q, u darajada bo'lmagan. Unda maska, xuddi 1 yil oldin maskani yechgandek bo'lganda, xuddi men singlimni endi tanigandek bo'lganman-da. Shunaqangi men shokda qolganman, что odamzod o'zingni jigaring shu darajada 200lamachi bo'lishi mumkin ekan degan narsa, men og'zim ochilib shokda qolganman unda shunaqa insonligiga. Lekin men bu paytgacha даже men xayolimga keltirmagan ekanman. Meni za moей спиной shunaqa ishlar qilayotganiga, shunaqa ishlar qilib kelganiga men даже xayolimga keltirmagan ekanman. Xo'p, keling, hozir mana shu nuqtaga to'xtaymizda. Ahamiyat bering. Mana shu 1 yildan beri bu kuchaydi deysiz, lekin ungacha bunga negiz qo'yilib kelgan doimo. Ichingizda ushlanib kelayotgan bosim, ichingizda ushlanib kelingan mana shu fikrlar, aytilib gaplashib olinish kerak bo'lgan masalalar, demak bu yillar balki davomidan beri kelyapti. Sizdagi bu shubha yoki bu oradagi mana shu ochilmagan jarayonlar, siz aytyapsizki 1 yildan, mana 1 yil bo'ldiki, bu xuddiki maska yechildi. Aslida maska yechilmadi, aslida o'sha portlash nuqtaga keldi jarayon. Endi keling, hozir mana shu nuqtaga to'xtalamizda. Qaysi holat, qaysi o'sha siz mana shuncha ortimdan chiqib yuribdi deysiz, demak sizdagi hattoki odamlardan himoyalanish, mana shu ichki odamlarga nisbatan agressiya, bosim, mana xuddiki ularga talab qilib olaman endi yoki nimadir degan. Ya'ni xuddiki menga nohaqlik qilishlari kerak emas degan xulosa, demak 1 yildan beri demak yana ham kuchaygan sizda. Xo'p, qaysi holat? Keling, biz mana o'sha holatga to'xtalamiz. Demak, qanday hissiyot ekanligini, kim bilan bog'liqligini bildik. Endi qaysi holat? Xayolingizga kelgan birinchi holat, mana singlingiz bilan nima bo'ldi? Nimani siz prям nafrat bilan, mana tanqid bilan, g'azab bilan ushlab turibsiz? Qaysi holatni? Buyrak bunga signal beryapti. Qaysi holat? Shu mana 1 yil oldin maska yechildi dedingiz. Nima holat bo'ldi? Nima holati bo'ldi? Qanday desam ekan endi. Onamni onkologiya bo'lib qolganlarini bilib, singlim bilib turib,
onamni uyiga konditsioner kerak, xolodilnik kerak, spalniy garnitur kerak deb akasini kredit qildirishga majbur qilib, o'zini maska tipa onasi uchun qilyapti deb bag'da hammaga o'zini shunaqa ko'rsatib turib, o'zini mehribon his qilib ko'rsatib turib, в итоге уже oxirida shunaqa narsa chiqdiki, u o'zini voy ayajon qilib, ayajonimni yaxshi ko'raman, voy ayajonim uchun qildim deb turib, oxirida в итоге man nimani tushunib qoldim, gapini orasida gapirib turib, man aytdimki, bir shu kiradigan xonaga divan mягкий qo'yaylik. Onam mazasi yo'q, endi keladiganlarga shunday ichkarigacha emas, shu kiraverishga joy qilib qo'yamiz desam, menga u kerak emas deyapti. Man причем это man sambaytda причем bitta onamni uyiga qo'yamiz-ku desam, aman bulardi deydi, onam biron narsa bo'lsa deydi, onam o'lgandan keyin hamma yoqda o'zimnikiga uyimga olib ketaman deyapti. Man deydi, kelinga deydi, buncha narsani deydi tashlab ketmayman. Men deydi, nimaga deydi, men buni deydi akamga oldirdim deydi. Men deydi, bularni deydi tashlab ketamanmi kelinga? Men buni onam o'lgandan keyin o'zimga olib ketaman deyapti. O'sha yerda meni bilasizmi, shunaqangi qaynoq suv quyib yubordi meni bir ustimdan. Men miyamga sig'dira olmayapman. Biz 8 oydan beri ukam bilan nima uchun harakat qilib yuribmiz? Doktor Toshkent Namangan qilib. Hozir mana shu yerda to'xtaymiz. Demak, tushunarli vaziyat, holatga tushdik. Keling, mana hozir mana shu tanada qaynayotgan yana o'sha davrga hozir qaytilyapti. Umuman olganda mana shu hissiyot mana o'zini yaxshi ko'rsatadi yoki nimadir qilishga harakat qiladi, lekin tagida egoizm yotadigan narsa, tuyg'u. Xo'p, keling, bu yerda o'zingizda hozir erkin qo'ying, hech narsa bilan chalg'imang. Birinchi bor nima deylik, bu juda ham bolalik holatingiz bilan bog'liq holat, tuyg'u bo'lyapti, chunki bu yerda onangiz ham ishtiroklari bor, onangizni bu yerda onangizni ham ishtiroklari bor. Hop, qachon birinchi marotaba siz mana shu tuyg'uni his qilgansiz? Ya'ni hamma olqishlar singlingizga, hamma narsani u yaxshi qilyapti yoki u mehribondek bo'lyapti. Siz esa ikkinchi planda. Bu hozir aniq esla olmayman. O'zi doim onamda shunaqa narsa bo'lgan. Shu ikkita qizini, kichik o'g'lini ham boshqacha ko'rgan. Menda shunaqa tuyg'u bo'lardi, что meni yaxshi ko'rmaydi, qolgan bolalarini yaxshi ko'radi degan narsa bo'lgan menda. Chunki u narsa yaqqol bilinib turardi. Men ko'p aytardim ayamga, siz bola ajratasiz. Siz hamma bolangizni bir yaxshi ko'rmaysiz. Men dadamning bolasiman. Endi men dadam ko'proq yaxshi ko'rardilar, katta farzandligimga. Men dadam bilan ko'proq chiqishardim, ayam bilan chiqisha olmasdim. Shunda aytardim, что men o'gayman sizga, men dadam bolasiman. Siz bola ajratasiz deb shunaqa. Endi hozir o'shanda nafrat bo'lib qolganmi, bilmayman-ku sinimga. Keling, mana hozir mana bilmayman degan narsani olmaymiz. Bu yerda boya men sizga aytganimdek, mana hozir birinchi plandan ikkinchi planga chuqurroq raskopkaga tushdikda, lekin biz buni sessiya qilib davom etib keta olmaymiz, chunki agar sezgan bo'lsangiz, hozir bu yerda 3 ta etapda ishlanilishi kerak bo'lgan holat. Lekin muhimi, men hozir sizdagi ildizni, blokni уже topdik. Barnopa, sizda hozir mana shu endi hozir ozgina chalg'ish vaziyatlari bo'ldi, menimcha sizda shunday bo'lsa ham, lekin ko'rdingizmi, birinchi boshlanishidayoq analizda aytgan tuyg'ularimizni, buyragingiz, qon bosimingiz, hammasini sababi ildizi o'sha boshida aytilgan tuyg'ular bilan birdek chiqdi. Ya'ni bu yerda qon bosimi va buyrak sog'lom siklari kimda ko'p bo'ladi, og'riqlar doimiy ravishda o'zini omadsiz yoki noto'g'ri nimadir qilaman-da. Ya'ni bu nima? Bu degani o'sha men yaxshi ko'rilmadi, meni yaxshi ko'rmaydi, meni ajratadi. Bu birinchi tuyg'u. Tanqid va ayblov. Doimiy ravishda ichki tanqid birinchi o'zingizga nisbatan shakllanib kelgan ayblovda. Bu narsa hozir singlingizni bilan mana shu 1 yil oldin bo'lgan voqea, bu aslida bu zarra narsa. Ya'ni uni harakati, uni fikri yoki u bilan bo'lgan mana shu holat sizda unga nisbatan mana shu nafratni sirazu kuchli belgisini yuzaga chiqargani sababi bu o'sha o'tmishdan, yoshlikdan ularni ko'proq yaxshi ko'radi.
mani yaxshi ko'rmaydi degan narsani siz ko'rsatishingizga imkon yaratib berdi bu jarayon aslida. Tushunyapsizmi? Ya'ni bu jarayondan yoki onamga nimadir bo'lsa olib ketaman degan jarayonidan siz bunchalik o'zingizni endi bu aslida inson o'zini jazolash bu tuyg'u orqali. Chunki bundan o'zingiz aziyat chekyapsiz bu tuyg'ulardan. Uni ayta olmasangiz, uni siz yecha olmasangiz, hamma inson o'zini tuyg'usi uchun o'zi javob beradi. Muhimi siz qanday farzand bo'lishingiz onangiz uchun. Ona bola munosabati. Bu sizniki, singlingizki, bu singlingizki, ukangizniki, bu ukangizniki. Hamma o'zining yo'nalishini tanlashi kerak. Endi agar ruxsat bersangiz, xo'p desangiz, men sizga yechim nuqtalarini aytaman. U yog'iga tanlov o'zingizda. Xo'p, yechim nuqtalarini aytishim mumkinmi? Mayli. Xo'p, birinchi o'rinda mana shu bolaligingizdan kelayotgan mana shu, qanaqa aytsak bo'ladi? Meni yaxshi ko'rmagan degan, ichki yaxshi ko'rilmadim degan tanqid, doimiy ravishda menikini ko'rmaydi yoki ularnikini ko'radi, ularni ajratadi degan yoki men o'gayman degan fikrlar ustida ishlash kerak. Onangiz bilan. Agar ular mana hali ham mana hayot bo'lsalar, prям vaqti, prям hali imkoningiz bor to'liq ishlashga. Chunki bu hattoki o'zingizni eringiz bilan munosabatlarga va bolalaringiz bilan munosabatingizga juda katta ta'sir qiladi. O'tib ketdilar 1 yil bo'ldi. Ko'rasiz, mana o'sha onangiz mana hamma narsa o'sha davrga borib taqalyapti-da yana. Mana 1 yil oldingi muddatda. Juda ham bu sizni o'zingiz uchun, sog'ligingiz uchun kerak bo'ladi. Nega? Tushuntirib beraman. O'zingiz onangizdagi bo'lgan emotsiyalarni yoki ularda bo'lgan sog'lomsizlikni, tем более onkologiya dedingiz, siz qay bir ma'noda bo'lishyapsiz hozir. Ular o'tgandan keyin sizda boshlandi sog'lomsizliklar. Bu jarayonni anglab hozir o'z vaqtida to'xtatishingiz kerak. Buning uchun men tavsiya berardim kechirim praktikasini. Ya'ni onangizga nisbatan nima emotsiya sizda hosil qilingan bo'lsa, o'sha mana yoshlikdan hammasini qog'ozga tushirishingiz kerak. Prям eng kamida 7 kun. Har kuni 7 kun oldingizga sham yoqib olasiz, tinch joyga kirasiz. O'sha bolaligingizdan qachondan siz shunaqa hissiyot his qilgan bo'lsangiz, birinchi bolalik pozitsiyasida turib yozasiz, ya'ni o'sha qizcha bo'lib. Hozirgi ongingizni aralashtirmaysiz, ulg'aygan ongingizni. O'sha davrlardagi bola obrazi bilan yozasiz, bolalik obrazingiz bilan yozasiz-da. O'sha jarayonni keyin hozir ulg'aygan holatingizda o'zingiz ham ona bo'lgan shaklda qaraysiz. Nechta bolangiz bor? Bitta. O'g'il, qiz? O'g'il. O'g'il, sizda boshqa bolalar ham bo'lgan-ku? Qizim bo'lgan, olamdan o'tgan. Nima uchun aytmaysiz? Olamdan o'tganda. Siz boshida hozir mana nechta bolangiz bo'ldi deganda siz o'zingiz buni aytmadingiz-da, ya'ni shu ikkita bo'lgan deb. Qachon mendan so'radingiz? Yo'q, mana so'radingiz, aslida mana tushunyapsizmi? Mana to'xtash. Xo'p. Keling buni chuqurroq keyin yana boshqa bir siz mana vaqt o'zingiz oqil kursimizda o'qigansiz-a? Yo'q. Adashmasam siz kursda o'qigansiz. Chunki bir qaysidir kursda yutib oluvdim-u, lekin u бесплатный kurs edi. Da, o'sha kursda o'qigansiz. Esladim-da sizni. Ya'ni o'shandagi holatingizdagi muammo, ya'ni o'sha emotsiyalaringizni nuqtasiga mana aytadi-yu, pishadi-yu inson. O'sha joyga kelgansiz, ishlay olasiz, xudo xolasa. Tinimsiz 7 kun yozasiz. Tinimsiz 7 kun yozasiz onangizga nisbatan emotsiyani. Hozir nima uchun savol berdim? Yana bolangiz bo'lgan-u degan ma'noda. Chunki hozir energetik planda sizda bu ko'rindi-da. Sizda bola bitta bo'lmagan. Nima uchun? Chunki onangiz bilan munosabat tahlilida, ya'ni tем более qiz farzandim bo'lgan dedingiz, bo'lmagan dedingiz. Keling bu jarayonni keyin yana analiz qilamiz, chunki hozir bu yerda boshqalarga bo'lmasa savol tug'ilib ketadi hozir. Nima uchun bunaqa dedi va hokazolar. Bu energiya hozir biz bitta to'lqinda biz konsultatsiyada bo'lamiz dedik-ku. Siz hozir hamma energetikga hozir aytayotgan ovozingizdagi ohang, boyagidek to'xtashlar, bular signal beradi-da. Mendan so'ramadingiz-ku, siz nechta bolangiz bor deb dedingiz, lekin bu baribir bilinadi, seziladi. Sizga lekin ko'rinibdi-da, hali anaqa energetik to'lqinda bitta deganingiz uchun sizga ko'rinibdi-da bu narsa. Chunki siz, men eslolmayman hozir, so'raganingiz yo'q-da farzandingiz. Nechta deb bundan oldin so'raganingiz yo'q. Hozir endi so'radingiz. Bitta o'g'lim bor dedim. Yo'q, ya'niki o'sha sizda hozir o'sha energetik planda shuni farzandlaringiz nechta deganda, o'sha bitta deganda o'sha men hayron qoldim-da, keyin o'g'il bor deganda, keyin men majbur bo'ldim o'shani his qilgan jarayonimni aytishga. Sizda bitta emas-ku dedim, olamdan o'tgan ekanlar. Baribir bu energetik planda bu sezildi, ko'rindi-da, как бы, ko'rindi, senator bilan sezildi energiyangizda. Bu jarayonni yechishingiz kerak bu hissiyotni. Chunki o'sha o'zingizni balki qiz bola bo'lib tug'ilganingiz uchunmi yoki meni yaxshi ko'rmadi onam degan hissiyotingizni ishlashingiz kerak. Va buning uchun mana hozir
o'sha 7 kun kamida to'liq onangizga bo'lgan hissiyot, birinchi bolacha obrazida bo'lib olib, qizaloq bo'lib yozasiz. Ichingizdagi emotsiyalarni chiqarasiz, ichingizdagi gapni hozirgi zamonda men sizni yaxshi ko'rgandim yoki xuddi ularni bordek his qilasizda, yozasiz. Ya'ni men mehringizga qozonish uchun nimalarni his qilgan bo'lsangiz, nima demoqchi bo'lgan bo'lsangiz yozasiz. Endi keyin esa buni katta qiz bo'lib, ya'ni mana hozirgi mana o'zingiz ham onasiz-ku, to'g'rimi? Tasavvur qiling, mana qizingiz ham, farzandingiz ham bordi. Siz ularni ajratgan bo'larmidingiz birinchi, ikkinchi qilib? Yo'q. Ya'ni keyin mana endi anglash bilan endi o'zingiz ham ona pozitsiyasida bo'lib, onangizni holatini ko'rishga harakat qilasiz. Kelishdikmi? Ya'ni mana onangizni tanasiga kirib turib vaziyatga qaraysiz. Birinchi qiz bola bo'lib yozib olasiz. Hamma chingizdagi hissiyotda endi o'zingizni qiz bolachalik obrazingizga mana qarshingizda Barno turibdi. 3 yoshlik, 5 yoshlik, 7 yoshlik qizcha. Siz onangizni ko'zi bilan qaraysiz o'zingizga. Sizni uchindan yomon ko'rganmi? Nima uchun sizdan kichkina ukalaringiz, singillaringizni avaylagandek sizga Men qo'ymagan? onamni pozitsiyasida ko'ra olmayman, Zafarbek. Shuning uchun aytyapmanki, o'zingiz ona bo'lib qidira olmayman. Ikkita farzandni yoki 3 ta farzandni bir-biridan boshqacha yaxshi ko'rishni qanaqaligini men u narsani hatto tasavvurimga ham sig'dira olmayman. Farzand ajratishdi. Birdek yaxshi ko'radi ona degan. Lekin meni onamda shunaqa narsa bor edi. Farzand ajratish. Agarda bu deylik fakt sifatida mavjud bo'lgan taqdirda ham, ya'ni shunday bo'ldi degan holatda ham, demak buni siz qayta yozishingiz kerak ongingizda. Bo'lmasa bu alam, bu nafratda o'sha hattoki onangiz ham dunyodan o'tganlar, lekin buni to'xtatmasangiz, bu tuyg'ular bu sizni o'sha birinchi energetik planda halok qiladi. Chunki o'sha tanangizda signal belgi berish boshlagan, boya aytgandek, kasalliklar bu eng oxirgi belgilar hisoblanadi. Ungacha sizda qandaydir signallar bo'lgan, hayotingizda nimadir voqealar bilan, mana farzandingiz bilan bog'liq yoki munosabatingizda nimadir vaziyatlar bo'lganda, sizga bu signalni vaqtida anglamagansiz, endi o'sha eng oxirgi belgi bu tanagacha yetib keldi bu. Shuning uchun birinchi emotsiyalarni chiqarib olasiz, keyin o'zingiz ona pozitsiyasida bo'lib, o'zingizni bolalik hikoyangizni qayta yozasiz. Hozir mana men borman kursda o'qiyotgan o'quvchilar bormi hozir chatda? Mana ular bu praktikani bilishadi. Men hozir endi bu juda uzoq praktika, qisqacha tushuntiraman. Bolacha bo'lib qolib, xuddi o'zingizni qayta bolaligingizni yozasiz. Ya'ni baxtli bola hikoyangizni yaratasiz. Birinchi hamma nafrat, alamni yozib, oq qog'ozda yozib bo'lganingizni yoqib yuborasizda, keyin alohida qog'ozga aka-ukalaringiz bilan qanday katta bo'layotganingiz, tug'ilganingizda onangiz sizni qanday sevib kutib olgani, xuddi ko'rayotgandek, xuddi hozir shularni his qilayotgandek yozib chiqasiz. Xuddi mana kitobingizni tasavvur qiling, o'chirildi-da mana shu o'tmishingizda neyronlarni qayta yozish amaliyoti bu. Oldingizda sizga yangi kitob berildi. Mana baxtli bolalik hikoyangni yoz Barno deyildi sizga. Siz hamma bo'lgan negativni, alamni, nafratni yoki o'sha onangiz tomonidan yoki boshqalar tomonidan hammasini chetga surasizda, siz uchun bu vaziyat qanday bo'lishi kerak edi, qanday bo'lishini xohlardingiz. Xuddi o'sha bo'lgan kabi hozirgi zamonda qilib yozasiz baxtli bolalik hikoyangizni. Birga katta bo'layapmiz, mana onam bizga mana bunaqa qilib berdi, hozir biz mana bu yerga boramiz. Ya'ni o'zingiz qayta yozasiz bu tuyg'ularni. Amaliyot tushunarli bo'ldimi? Mana shu ikkita amaliyot bu sizga boshlang'ich etapda. Birinchi o'rinda hozir hamma emotsiyani, nafratni, g'azabni chiqarish kerak va buni hozir endi onlaynda faqat yo'li shu. Yoki ikkita stul metodidan foydalanishingiz mumkin. Stulga o'zingiz o'tirib, qarshingizda onangiz o'tirgandek his qilib yoki singlingiz. Hamma emotsiya chiqarish kerak. Agar emotsiyani oxirigacha chiqarmasangiz, o'sha boyagi nafrat, g'azab, tanqid, ularga aytmoqchi bo'lgan gapingizni, mana men bir yil oldin shokda tushib qoldim, unaqa bo'ldim. Hamma emotsiyalar ichingizda turibdi, как bomba. U o'zingizni ichdan yemirayapti. Jigaringizda ham muammo bor. Nima uchun jigaringizda muammo bor? Lekin siz asosan hozir buyrakda og'riq bo'lgani uchun jigaringizdagi muammoni aytmadingiz. Jigaringizdagi muammo bu o'sha как majozan ham to'g'ri ma'noda, chunki buyrak jigar bilan bog'liq. Jigaringizda muammoga hozir ahamiyat bermayapsiz, lekin bunga ahamiyat berishingiz kerak jigaringizga ham. Jigaringizdagi sog'lomlikka ham. Nega? Chunki sizda o'z jigaringizga nisbatan ongsiz ravishda o'lim tilash programmasi ishga tushgan. Ya'ni bizning tilimizda psixosomatikada o'lim tilash programmasi deymiz. Misol, mana siz bir qo'shningizgami yoki bir даже hayotingizdagi juftingizgami nafrat shakllansa, nafrat bu yo'q qilish programmasi deyiladi bizning tilimizda. Ya'ni mana o'lim tilash deganimizda ko'pchilik, "Voy, men qanday o'lim tilayman? Men yomon ko'rganim bilan jigarim ku" deyishingiz mumkin aqlan. Lekin mana shu nafrat emotsiyasi bu o'sha hayotimdagi mana shu inson yo'q bo'lishini xohlayman, hozir men mana shuni ko'rmaslikni, eshitmaslikni xohlayman degan istak ketadi. Bu istakni kim his qilyapti? Kimning ichida bu istak? Mani. Ya'ni sizni, to'g'rimi? Ya'ni jigarimga zarar beradi o'sha narsa o'zim. Ya'ni siz o'lim tilash programmasi ishga tushirilgan, bu hamma hissiyotlar bizning ichimizda aslida. Mana ko'pchilik o'ylaydi, mana men xafa bo'lib yuribman. Men har doim aytganim shuning uchun, azizlar, xafalik sizlarga hech qanday foyda bermaydi. Nima emotsiya his qilayotgan bo'lsanglar, kimga nisbatan? Bu kimning ichida his qilinayapti? O'zingizni. Ya'ni u olov birinchi o'zingizni yemiradi. Shuning uchun mana marhamat, o'ylaymanki, ajoyib konsultatsiya tahlil bo'ldi siz uchun. Bu sog'lomsizliklar, o'sha hamma bosimni tashqariga chiqarib tashlagan kuningiz, o'sha yozib, yoqib, keyinchalik agar imkoningiz bo'lsa, mana jonli seansga kelishingizni tavsiya beraman.
jonlida mix terapiyada yoki mak terapiyalarda buni ikkita hattoki jonli seansning o'zida ham siz o'sha chuqur bolalikdagi blokni yechib olsangiz, o'sha bosim, qon bosimi, buyrak boyagi hammasi etap-etap iziga tushadi, to'liq sog'lom holatga kelasiz. Eng muhimi o'sha ruhiy kasallikni biz yechib olamiz birinchi. Ruhiy sabablarini. Bu esa sizni kasalligingizni o'sha ruhiy sabablari edi. Barno opa, savollaringiz bormi? Jonli nima sessiya qayerda bo'ladi? Ofisimiz Toshkent shahrida. Toshkentda o'tkazilinadi. Yozilganingizdan keyin qabulga kun vaqti belgilanadi. Qulay kun vaqt belgilangandan keyin kelib seanslarda ishtirok etishingiz mumkin bo'ladi. Manzillar beriladi, hammasi lokatsiyalar tushuntirib beriladi. Rahmat sizga. Sog' bo'ling. Rahmat, sog' bo'ling Zafarbek. Xursandman. Foydali Ancha bo'lgan bo'lsa. narsaga ko'zim ochganingizga. Eng muhimi hozir mana shu narsa muhim men uchun. Mana endi bepul deganimiz bilan hozir mana qolgan ishtirokchilar ham agar kuzatgan bo'lsanglar, bitta hattoki mana shu onlaynda bo'lgan konsultatsiya yoki mana shu raskopka tarzida o'tkazdik buni. To'liq qancha odam ichidagi masalani, emotsiyasini, sababini yechib beradi. Hozir deyarli 50% sizda yechildi buni anglash bilan, buni tushunish bilan. Eng muhimi endi o'zingizni sevishingiz kerak. Chunki inson o'zini sevganda tushunadi, to'xta. Nima uchun men hozir kasal bo'lib o'lishim kerak-da? Ya'ni kasal bo'lish degani bu o'lim. Ya'ni tana o'zini o'zi yo'q qilishni boshladi. O'zini o'zi yo'q qilishni boshladi tana. Shuning uchun hozir qanchalik o'zingizni sevib bersangiz, shunchalik siz tez bu holatdan chiqib keta olasiz. Tanangizda paydo bo'lgan og'riqlar esa bu sizga nima? Dushman emas, do'st. Ya'ni chunki ular signal beryapti. Buyuragingiz kasallikni dushman deb qaramang. Mana dori ichayotganda yoki shifokorlar sizga dori nimadir yozib berishgan bo'lsa, siz dorilarni ichganda ham men qutulishim kerak, hozir og'riqdan qutulishim kerak degan ma'noda qaramang. Sog'lomsizliklaringiz bu sizni hozir harakatlanuvchi kompansiz bo'lib xizmat qildi. Ko'rdingizmi? Mana buyuragingiz sizga berdi signal. Mana seni nuqtang qayerda ishlashing kerak. Aslida onkologiya hammasi ham xuddi shunaqa. O'ylaymanki, Barno opa, foydali bo'lgan bo'lsa, eng muhimi xursandman. Xudo xolasa mana zapis bo'lsa, zapisni o'zingizga tashlab beraman, qayta eshitib yana ham anglashingiz uchun bo'lib o'tgan raskopkani. Mana deyarli 1 soatga yaqin o'sha davom etibdi. Salomat bo'ling. Rahmat Zafarbek, juda ham katta anglash oldim. Xudo xolasa aytganlaringizni qilaman, yana bir efir qilganingizda chiqib o'zgarishlar bo'lsa keyin bo'lishaman. Albatta odzivlaringizni kutib qolamiz. Rahmat, sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Xo'p. Azizlar, mana qolganlarda qanaqa savollar bor? Kimda nima savol tug'ildi? Mana bugungi shunaqa birinchi bor o'tkazilgan to'g'ridan to'g'ri efirdagi onlayn raskopka konsultativ seansimizdan. Nasib qilgan o'quvchiga bo'ladi deganimizdek, mana nasib qildi, tayyor bo'lgan ekanlar. Demak, vaziyatlar juda ham chuqur ekan, ko'rgan bo'lsanglar. Даже o'zimni tanamda ozgina energetik holatda qaltiroq bo'ldi, chunki emotsiyalari juda ham kuchli ekan, ishlanishi kerak bo'lgan emotsiyalari juda ham kuchli ekan va bu sezildi, energetik planda juda ham sezildi. O'sha tanada ozgina sovish, qaltiroq sezildi menda. Ya'ni bu bilan nima demoqchiman? Konsultatsiya, raskopka sessiya bilan farqi bor. Sessiya qilib keta olmasdim men ularni, chunki balans degan narsa bor har bitta narsada. Sразу hammasini ketma-ket qilib bo'lmaydi ba'zi holatlarda. Agar hozir sразу yechim yoki ona bilan ishlashga yoki singillar bilan ishlash vaziyatiga olib kirib ketsak, bu birdaniga ularga og'irlik qiladi, shu qatorda menga ham og'irlik qiladi. Va onlaynda ham albatta mana shunaqa yuqori chuqur natijaga erishish mumkin aslida. Onlaynda ham ishlaganda. Nima uchun men ularga tavsiya berdim offlayn? Chunki ularda o'sha azizlar energetik nima deydi, ruhiy tanalarida, mana ruhiy tanalarda buni hozir nima deyotganimni sizlar tushunmaysizlar. Buni mendan hozir konsultatsiya olganlar uchun ularni o'zlari endi tushuna oladilar. Hattoki mana o'sha farzandlari bo'lgani, energetik ruhiy holatlarida his qilingani energiyalarda ketmagan. Tushunyapsizmi? Ya'ni farzandlari olamdan o'tgan ekan, lekin energetik planda bog'liqligi turibdi. Tushunyapsizmi? Energetik planda bog'liqligi turibdi. Buni men so'z bilan tushuntira olmayman, chunki buni o'zim oxirigacha anglab qanday bunday bo'lishini, qanday bu jarayonlar his qilinishini tushunmayman. Lekin ba'zi vaziyatda shunaqa o'quvchilarning holatida shunaqa energiyasida ko'rinadiki, seziladiki, ishlash kerak bo'lgan qismi chuqur. Buni ular ishlashlari kerak. Yana bir sizlarga anglash sifatida aytmoqchiman. Ko'rdinglarmi, qanchalik atrofdagi insonlar bilan munosabat insonni hayotiga, sog'ligiga, hattoki uni karyerasi, puliga, pul oqimiga, hayot sifatiga ta'sir qiladi. Tushunyapsizlarmi? Ya'ni mana bitta qarang, nima dedilar? Просто pochka qon bosimi bilan murojaat qildilar, lekin ildiz nimaga borib taqaldi? Ko'ryapsizlarmi? Ildiz
atrofdagi insonlar bilan munosabatingiz qanaqa? Ya'ni ustki qismdan xuddiki bosqichma-bosqich eng chuqur ildizigacha tushib bordik. Ya'ni odamlarga nisbatan agressiya, mana atrofdan himoyalanish, atrofdagi odamlarga ularni ichki noroziligi yoki talab qilaman dedilar, ko'rdinglarmi? Ya'ni biz har bitta mutaxassis sifatida biz har bitta so'zga, so'zni ohangiga ahamiyat beramiz. Chunki so'z biz uchun kalit hisoblanadi. Jonli seansda insonni, mana hozir faqat sizlarning ovozinglarni eshitgan bo'lsak, jonli seansda biz insonni yuzini, ko'zini, mimikasini kuzatamiz. Qayerda u belgi beryapti. Ya'ni-da nafasni to'xtashi bo'ladi qaysidir so'zdan keyin. Nafas to'xtaganda ongni emotsiyani chiqargisi kelmayapti demak. Mana sizlarga bu ham qo'shimcha ma'lumot. Bu aslida shogirdlik kurslarida o'rgatamiz buni. Ya'ni demak ong osti himoyalanyapti. O'sha emotsiyani yashiryapti, ochgisi kelmayapti. So'zlarida ozgina balki bilmadim degan so'zlar nima uchun qo'shilyapti? Chunki tan olgisi kelmayapti, ong osti ravishda og'riqqa tushgisi kelmayapti. Shuning uchun insonda ba'zida o'sha biz sessiya o'tganimizda yengil gipnoz holatlari, aqlni o'chirish holatlari qo'llaniladi bizda. Mana ko'rdinglar, odamlarga nisbatan agressiya, nafrat, ulardagi o'sha himoyalanish, endi talab qilaman deb bugungi kundagi demak ismlar Barno edi. Barno opani bugungi kundagi holatlari bir kunda shakllanib qolmadi. Mana sizlar bugun ko'chada ko'rib qolsanglar, misol ular bilan gaplashib qolsanglar, aytishinglar mumkin, Barno opa menga shunaqa dedi yoki ozgina o'zlarining haqlarini talab qildi, lekin siz ko'rgan mana shu agressiya qilgan Barno opaning ichida nima yotibdi? Ona mehrini xohlagan, singillari bilan hamma bilan muhabbat xohlagan sof ruh timsoli yotibdi. Nima demoqchiligimni tushunyapsizlarmi? Mana ko'pchiliklar aytasizlar, qaynonam meni bunaqa qildi, qaynonam bunaqa deyapti. Har doim aytaman, har bitta inson ichida sof ruh yotadi. Bugungi kunda ko'rayotgan, siz ko'rayotgan insonlarning holati o'z-o'zidan bir kunda bu holatga kelib qolmagan. Hattoki o'sha singillarining holatlari ham bir kunda unaqa holatga kelib qolmagan. Tushunyapsizlarmi? Ya'ni bu hozirgi vaziyatda Barnopaning onasi yoki singillar yoki kimlardir aybdor emas bu yerda. Hech kim aybdor emas. Hamma o'zini tajribasi orqali shakllangan tanlovlarni qilgan xolos. Mana Barnopa ham bugungi kunda bejizga bu holatga kelib qolmadilar. Bir kunda kelib qolmadilar. Shuning uchun bugun ko'chada ko'rgan yoki bugun siz yashayotgan atrofingizdagi insonlarga qarang-da. Onangiz, otangiz, qaynonangiz, ularda siz aytasiz, "Voy nafrat qilyapti, voy meni yomon gapiryapti." Demak, u siz ko'rayotgan bugungi shaxs bir kunda bu holatga kelib qolmadi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, siz unda agressiyani ko'ryapsiz. Voy juda ham meni yomon ko'radi, qaynonam faqat yomonlik. Siz unda yomonlikni ko'ryapsiz, lekin uni ichida ruhi esa menga sevgi kerak deb turgan bo'ladi. Chunki o'sha sevgiga erisha olmaslik, erdan mehr ko'rmaganligi va boshqa holatlar o'sha qaynonangiz aslida balki endi men konsultatsiyadagi misollardan keltiryapman hozir. Balki uni o'sha sevgini, e'tiborni agressiya orqali olish yoki o'ziga o'sha yetmagan mehrini mana menga ham qaranglar, men bunaqa qila olaman, meni o'rnim mana shu uyda, mana bunaqa deyish orqali ko'rsatayotgan bo'lishi mumkin. Tan olinmaganligi uchun. Shuning uchun biz har bitta vaziyatga aytamizki, yaratganni ilohiy nazar bilan qarab ko'ringlar. Hattoki o'sha alkash ham bir kunda alkash bo'lib qolmaydi. Oqlash ma'nosida aytmayapman, tushunish ma'nosida aytayapman. Ko'pchilik shu o'rinda savol beradi menga. Xo'p, endi shunda ularni biz harakatni qo'llab-quvvatlashimiz kerakmi, oqlashimiz kerakmi? Yoki gunoh qilayotgan bo'lsa gunohini oqlash yo'q. Men yana takrorlayman, oqlash emas bu. Bu tushunish. Tushunishni ortidan kechirim keladi, qabul qila olish keladi. Shunchaki voy men kechiraman, nimadir bo'lib qolmaydi bu narsa. Mana siz bir insonni ko'rdingiz uni, o'sha deylik bir ichadigan inson. Birinchi uni oqlasangiz, siz uni gunohga sherik bo'lgan bo'lasiz. Biz oqlamaymiz uni, ichayotganini emas. Lekin biz uni tushunib, yaratgan nazar bilan qarashimiz kerak. Nima uni shu holatga olib keldi? Hayotdagi nima vaziyat? Nima qiyinchiliklar yoki nima vaziyatlar orqali u shu yo'lni tanladi? O'shani biz tushunib, ozgina anglaganimizda o'sha inson bizga nima yomonlik qilgan bo'lsa ham, qalbimizda zarracha tushunish hosil bo'ladi. Alloh qalbimizga o'sha insonga nisbatan tushunishni soldimi, ortidan uni qabul qilishni soladi. Qabul qilish degani u insonga endi siz agressiya bilan, nafrat bilan voy yo'q bo'lib ketsa edi, bunaqalarni yo'q qilib yuborish kerak degan narsa to'xtaydi ichingizda. Nafrat, muhokama to'xtaydi. Va hayotingizga o'sha muhokama qilgan insoningizda aslida holati kirib keladi. Muhokama to'xtadi degani bu o'zingizga o'zingiz foyda qildingiz degani. Ana endi uni ortidan esa u insonga nisbatan sizda mehr shakllanadi. Birinchi achinish tuyg'usi bilan keladi, to'g'ri, bu normal holat. Lekin achinmaslik kerak hech kimga. Lekin keyinchalik achinish bu sevgiga aylanadi. To'xta, albatta unga ham Alloh yo'l beradi. Albatta Alloh unga ham albatta baxtini, tushunchasini beradi degan holat keladi. Mana bu, ko'ryapsizmi, nafratni sevgiga o'zgarishgacha bo'lgan yo'li edi. Bir holatga, bir insonga nisbatan. Xo'p, men bundan nima olaman degan sizlarda savol tug'ilishi mumkin. Bundan nima olasizlar? Bundan ruhiy sog'lomlik olasizlar. Bu birinchidan. Ikkinchidan, ichingizdagi to'xtagan muhokama, nafrat, atrofga nisbatan agressiya sizni hayotingizga shu voqelikni chaqiradi. Bu degani siz atrofda kimni ko'rib, voy mana buni eri mana bunga xiyonat qilib ketibdi, voy mana bu eriga mana bunaqa debdi dedingizmi, bo'ldi. Bir oy o'tar o'tmas, eng kamida bugungi kunda juda ham tez qaytib kelyapti. Sizni hayotingizga shu vaziyat kirib kela boshlaydi. Birovni erini shunday gapirib turgan kuningiz, bir oydan keyin yoki bir kun o'tar o'tmas, sizni hayotingizdagi munosabatingizda eringiz bilan muammo boshlanadi. Yoki qizingizning hayotida eri bilan muammo boshlanadi. Chunki hayotingizda kim siz uchun eng muhim inson bo'lsa, shunday boshingizga bitta nima deydi, o'qloq bilan urib aqling joyiga kelmayaptimi?
Nima bilmay turib boshqaning hayotini muhokama qilib, boshqaning hayotiniga aralashyapsan degan ma'noda mani ko'rib qo'y, o'zing ham his qilib ko'r. Aytadi-yu, mani terimda yashab ko'rmasi, mani nima his qilayotganini bilmayapsan degandek, mana sen o'sha ko'chadagi bir insonni yengil tegding yoki bir ayolni xiyonatda ayblading yoki muhokama qilding, o'tirib olib kim bilan mana o'zing ham his qilib ko'r qanaqa bo'lar ekan degan ma'noda kirib keladi hayotingizga. Shuning uchun xulosa bu yuragingizda yoki butun tanangizda sog'lomsizliklarni shifolanishi fikr tozaligidan boshlanadi, azizlar. Shuning uchun fikr kuchi, so'z kuchi efirlarimizni eshitinglar, sehrli tonglarda qatnashinglar, efirlar berilyapti. Ruhingizni tozaligini saqlang doimo. Bu sizni hayotingizda pul oqimini ko'p bo'lishini garovi hisoblanadi. Qaysi kursda borib o'qimaysizmi, nima mutaxassisda borib o'qimaysizmi pul bo'yicha. Lekin pastdagi birinchi ruhiyatingizni ishlab olmaguningizcha, ruhiy sog'lomligingizni pul oqimiga ochildimman, bloklarimni yechdimman deganingiz bilan, pulni o'zi bilan, moddiyat o'zi bilan ishlaganingiz bilan, u sizga baxt emas, balki barakasiz bo'lib keladi. Даже ochildim deb o'ylagan yoki davomiy bo'lmaydi ko'pincha shunaqa vaziyatda. Pulni haqiqiy moddiy boylikka ham, moddiy hayotingizdagi jarayonlarga ham ochilmoqchimisiz? Demak, birinchi o'rinda mana shu ruhiyatingizdagi, qalbingizdagi o'sha kibr, katta ketish, bu holatlar hech qachon insonda o'z-o'zidan shakllanib qolmaydi. Mana buni bugun guvohi bo'ldinglar. Hattoki ulardagi mana aytdilar, endi mendagi bilmasam, endi manmanlikmi bu yo nimadirmi dedilar-yu. Bu ham lekin o'zlari emas, tushunyapsizlarmi? Ya'ni ularda shakllangan tajriba orqali, mana kimdir hayotda ko'rgan narsasi orqali hissiz bo'lib qolishni tanlaydi. O'zidan kuchli timsolni yasasam deydi, yig'lamasam, mana shunaqa hammaga gapirganidan shartta yopishtirsam, o'ziga degan holatga kelib qoladi-da kimlardir. Bu seziladi odamda. Mana retritda qancha ishtirokchilar keldinglar, jonli mana retritlarda necha kun birga bo'ldik. Hammada ma'lum bir shakllangan mana shunaqa maskalar bor insonda. Va boshqa ishtirokchilar bir-birida manmanlikni, kimlardir qo'rqoqlikni, kimlardir xafalikni, odam mensimaslikni ko'rsa, mutaxassis sifatida biz ularda ichida nima bunga olib kelganini ko'ramiz. Aslida ichida sevgi yotganini, ichida hammaning ichida shunaqa farishtasi yotganini ko'ramiz. Mana shunaqa azizlar. Shuning uchun barchalarga baxt tilayman. Barchalarga mana shunaqa anglashni tilab qolaman. Xo'p, qisqacha yana ozgina mana bu yerda chatda bo'lgan savolga javob beraman-da, keyin efirni yakunlaymiz, xo'pmi? Ayol kasalliklari nimadan? Masalan, ro'za. Ayollik organlarida bo'ladigan istalgan sog'lomsizliklar bu qarama-qarshi jins vakil bilan bog'liq munosabatlarga, fikrlarga, tuyg'ularga bog'liq. Mana bir necha o'quvchilarimiz ovozli xabarini va hokazolarni guruhga natijalarni joylaganmiz. Agar eshitgan bo'lsanglar, ko'krakdagi masturbatsiya bo'ladimi, kistami, miomami, boshqa hammasi. Ildiz erkak bilan munosabatga borib taqaladi. Uni endi hammada individual holat bo'ladi. Xuddi mana bugungi ishtirokchimizda alohida bitta holat chiqqanidek, hammada har xil holat, har xil vaziyat bilan bog'liq bo'ladi. Uni yechganingizda, o'sha emotsiyani yechganingizda, o'sha jarayonni blokini yechganingizda bir qancha vaqt o'tib fiziologik sog'lomsizlik tanangizdan ketadi. Ya'niki shifolanish holatiga kelasiz. Yig'lashni birov ko'rsatmayman, o'ylaymanki, meni kuchsiz deb o'ylayman. Nima ko'rdingizmi? Mana shu tuyg'ular ustida ishlang. O'zingizdagi ruhni tashqariga qo'yib yuborishdan qo'rqmang, hissiyotlaringizni. Ruxsat bering o'zingizga yig'lashga ham, ruxsat bering o'zingizga inaqdi kuchsiz bo'lganingizda, "Man kuchsizman mana shu vaziyat oldida" deb tan olishga. Bu ancha yashashimizni osonlashtiradi, ancha bizani sevgiga, azizlar, ruhiy mukammallikka olib keladi. Siz haqida nima aytib o'tding? Mana emotsiyalarni, tuyg'ularni ushlay olmaslik. Ya'ni siz ushlaysiz, voqelikda ushlab turibsiz ko'p emotsiyalarni. Ong uyquda esa buni bo'shashtiryapti. Endi buni qanday boshqacha tushuntirishni, buni psixosomatikasi ham uzoq, alohida ko'rilishi kerak-da aslida. Lekin umumiy psixosomatikasi shunaqa. Endi uni qaysi emotsiya ekanligini uni ham ishlash kerak. Menda sistit holati bilan 5 ta menda o'quvchi bo'lgan, yosh kattalar va yosh kichiklar. Bitta ishtirokchimiz hattoki o'zidagi holatni yechish orqali bolasidagi holatni ishlagan. Bolasi o'sha yosh katta bo'lsa ham 8 yilmi davom etgan o'sha imенно mana shu siydik yo'li bilan bog'liqda bu ham. Enureys sog'lomsizligi, sistit, bular psixosomatikasi bitta yo'nalishda. Shuning uchun tavsiya beraman, ishlanglar. O'sha emotsiyasini yechganingizda, ildizini yechganingizda u yechiladi. Emotsiyani qanday topsam bo'ladi? Mana bugungi konsultatsiyani qanaqa eshitdingiz? Xuddi shunaqa, qaysi tuyg'u. Endi buni mutaxassis bilan ishlash tavsiya beraman. Agar individual o'zingiz ishlamoqchi bo'lsangiz, mana bugungi zapisni biz taqdim etamiz. Xudo xolasa, agar yaxshi zapis bo'lgan bo'lsa, eshitib, anglab ko'rishga harakat qiling. Ideal munosabatlar, er-xotin munosabatlari haqida zapislarni ham eshitdingiz. Juda ko'p anglashlar. Aha, xo'p. Mana
qarzdorlik ongidan qanday chiqsa bo'ladi? Bizda g'oliblik ongi deb nomlangan guruhda efirimiz bor, bu birinchidan. Va ong osti dasturlari degan efirimiz bor. Mana shu va asl ong tozaligi degan efir, mana shu 3 ta efir ham mana shu siz aytgan mavzuga oid. Ya'ni insonni bundan oldin mana o'tgan haftagina pul haqida efir o'tkazdim. Insonni ongi qashshoqlik ongida bo'lsa, qashshoqlik energiyasida bo'lishi, unda qancha ko'p pul bo'lsa ham miqdor jihatdan. Boylik ongiga esa diqqatingizni o'zingizda bor narsalarga qaratishga o'tish praktikasi orqali sozlasangiz bo'ladi. Bu boshlang'ich etaplar, bu boshlang'ich bilimlar. Men tavsiya berardim, mana hozir imенно pul borasida bizda Theta Healing kursimiz уже start oldi. Kirish darslari 5-sanadan boshlanadi deb aytgandik, asosiy darslar 10-sanadan boshlanadi. Marhamat, 3 oydan oshiqroq to'liq kurs ichida sog'lomsizlikka oid bilimlar, pulga oid to'liq bilimlar, pul patologiyani oshirish bo'yicha aynan psixologik, ruhiy ishlash. Mana hozir ko'rdinglar, o'z-o'zini raskopka qilish bilimlar o'rgatiladi. O'zingiz hissiyotingizni, o'zingiz tuyg'ularingizni, munosabatlar, oila, bola psixologiyasi ichida hamma mavzu va aynan insonning energetikasini tozalashga oid mavzular ham bo'ladi. Mana shu Theta Healing kursida 3 oylik to'liq dasturda tavsiya beraman. Mana shu kursda o'qishingizni va kursni 100% dasturini amalda qo'llashingiz natijasida biz kafolat beramiz. Agar prям hamma efirda ishtirok etib turib, amaliyot hayotingizni qo'llab turib, o'sha siz xohlagan anglash natija olinmasa, biz sizni to'lovingizni o'zingizga qaytarib beramiz. Mana shunaqa. Chunki shu vaqtgacha bo'lgan o'quvchilar natijasi, shu vaqtgacha bo'lgan o'quvchilarning anglashlari orqali biz shunaqa ishonch bilan уже sizga shu taklifni bera olamiz. Marhamat, o'qishinglar mumkin. Natija kafolatlangan. Holatingizni yozasiz, nima mavzu bo'yicha ishlamoqchi bo'lganligingizni yozasiz. Biz hayotingizni balans charxpalagini ko'ramiz. 3-4 efirlarda balans charxpalagi bo'ladi mavzusi Theta Healingda. Ya'ni hayotingizni munosabat, pul, sog'lik hamma qismi o'rganib chiqiladi. O'sha holatingizda siz A nuqtangiz qayerda turibdi, B nuqta qayerga bormoqchisiz va nima qilish kerak? Shu qadamlarni belgilab olamiz. Shu qadamlarni biz belgilab olamiz. O'sha qadamlarni amalga oshirish mumkin bo'lgan jihatda ko'ramiz. Marhamat, mana shu natijaga biz kafolat beramiz. Agar natija olmasangiz kursda, siz уже o'qib turib, efirlarda qatnashib turib, amaliyotlarni qilib turib natija olmasangiz, marhamat, boshqa kursda olaverasiz, pulingizni qaytarib olasiz. Turkiyaga sayohatga bilet keldi, lekin xursand bo'lmadim. Nimaga bunday hissiyot tushunmadim, lekin arzon Turkiyaga sayohat bu ham ong ostimdanmi? O'zingizga ko'rsatishingiz kerak uni emosiyasini. Siz prosta sayohat degansiz, qayerga borasiz, nima borasiz, kim bilan borasiz, nima hissiyotlarni u yerda his qilasiz. Shu bo'lmagan sizda. Balki bu sizdagi shunchaki holat bo'lgan, ya'ni mana misol uchun kimdir mashina olsam baxtli bo'laman deydi. Mashina olgandan keyin bir necha kundan keyin o'sha hissiyot bo'lmaydi. Shuning uchun har doim aytganman. Azizlar, iltimos, birinchi ruhiy holatlaringiz bilan ishlab olinglar. Insonni ongi, baxtga, boylikka ko'tarilmay turib, pulga yoki sayohatga kelib qolsa, u his qilmaydi o'sha baxtlilikni. Tushunyapsizmi? Baxtsizlik ongida qolib ketgan inson Turkiyada ham baxtsiz bo'lib yuraveradi, O'zbekistonda ham. Endi tushundinglarmi? E'tirozdan tizimga suv yig'ilgan, menga ham yo'nalish bering. Azizlar, sog'lomsizlik bo'yicha mana bugungi kabi, kamida mana bugungi kabi onlayn raskopka olish kerak. Alohida ko'rdinglar, bu qanchalik sinchkovlik bilan ishlanishi kerak bo'lgan jarayonligini. Nima uchun suv yig'ilgan, qanaqa, nima qilish kerak? Buni psixosomatika tomonini ko'rishimiz uchun individual siz bilan ishlashimiz kerak bo'ladi. Mana bundan deb keta olmayman, aniq bilmasdan turib. Sizdan konsultatsiya olsam necha pul? Xo'p, bu yerda bizning menejerimiz Madinaxonga yozsangiz, batafsil ma'lumot beradilar. Onlayn agar konsultatsiya olmoqchi bo'lsangiz, onlayn konsultatsiya narxi 650 ming so'm. Agar raskopka sessiya tarzida olmoqchi bo'lsangiz, 900 ming so'm onlayn tarzda. Bizda jonli qabullarimiz 1 million 200 ming so'm. Va bu faqat mana shu noyabr-dekabr oyidagigacha davom etadigan narxlar. O'sha dekabrdan keyin уже agar narxlarda o'zgarish bo'ladigan bo'lsa, e'lon beriladi. Hozircha shu narx. Azizlar, shogirdlik kursi boshlanib bo'lgan. Уже qo'shila olmoqchi bo'lsanglar, faqat mana shu bir hafta davomida qo'shilishinglar mumkin. Keyin уже butunlay qo'shila ololmaysizlar, chunki biz raskopka sessiya hozir mana konsultatsiya o'tish darslarini boshlaganmiz. Ularni yetib olishinglar mumkin, chunki hali 4 dan 5 ta efir o'tildi. Уже raskopka darslariga o'tganimizdan keyin siz уже kirib ulgura olmaysiz yetib olishga. Hozircha esa yetib olishingiz mumkin. Keyingi уже guruh, shogirdlik guruhi endi keyingi yilda ochilishi mumkin, lekin aniq emas. Chunki bilasizlar, biz 1 yilda 2 yilda bir marta ochamiz shogirdlik kursini. Qo'shila olmoqchi bo'lsangiz, qo'shila olishingiz mumkin. Qizimning energiyasini birga ko'rdingiz, shunda men qizimni ushlab turmayapmanmi? Ko'p o'ylayman, u ko'p qizimni gapiraman, gapirdim deguncha yig'lab boraman. Shuning uchun ushlab turmayapmanmi, uni ruhini qiynab. Aslida ruhini ushlab turibmanmi degan tushuncha bu noto'g'ri tushuncha. Biz ruhni hech qanaqa ushlab tura olmaymiz. Biz shu boya aytganda energetik planda emotsiyalarni, hissiyotlarni ongimizda yashab o'tayotgan bo'lishimiz mumkin. Buni ham boya aytganimdek individual holatda ko'rish kerak. Barnoba.
bejizga shu narsa sezilmadi sizda. Manda har doim bunaqa bo'lavermaydi. O'sha energetik jarayonda chuqurroq endi holat bo'lgani uchun sizda bu menda ham shunaqa sezilish bo'ldi. Marafon haqida azizlar, sizlarga men e'lon berilgan bo'lsa ham o'zim aytib o'tmadim. Madinxon e'lon joylaganlar bilan. Xo'p, marafon o'tkazyapmiz yana. Oxirgi marafonimiz bizda chegarasiz hayot marafoni bo'lgan edi. Endi boshqa mavzuda, yana ham boshqacharoq mavzuda marafon o'tkazyapmiz. Marafonimiz mavzusi kechirim sehri. Aynan mana bugungi o'tkazilgan konsultativ tahlil bilan bog'liq. Ko'rdinglar, qanchalik insonlarni kechirish, qanchalik atrofga nisbatan muhabbatga ochilish nimalarga bog'liqligini tushundinglar. Hattoki insonning sog'ligi, uni bolalarini, atrofdagi yaqinlarini hayotigacha bu aloqador aslida. Shuning uchun men ko'p gapirib o'tirmayman. Men bilasizlar, men unaqa qilamiz, bunaqa qilamiz deb osmon gaplarni gapirishni yoqtirmayman. Hamma natija bor. Bizning kursimizdagi o'quvchilarda qo'yilib borilyapti. Anglashlardan, mana retritdan, o'quvchilardan bilsanglar bo'ladi. Mana bunaqa qilamiz deb olam gaplarni gapirib o'tirmayman. Odam natijani nima deydi, amalda ko'rsatish kerak deydi. Amalda bizda yetarli isbotlarimiz bor. Mana shunaqa ishonch bilan kurs marafonlarni o'tishga va natijasi haqida va'da berishga, kafolat berishga to'g'riroq. Marafon narxi 10-sanagacha 200 ming so'm. Asl narxi 200 ming so'm, 10-sanagacha yozilganlarga biz chegirma qildik. Xuddi chegarasiz hayot marafoni kabi 95 ming so'm narxda bu marafonga ro'yxatdan o'tib o'qishingiz mumkin. Kursdagi ishtirokchilarga ham men tavsiya etaman o'qishni. Hozirgi kurs ishtirokchilariga. Qaysi kursimizni o'qiyotgan bo'lsangiz ham marhamat. Yana bir narsa yodimdan ko'tarilibdi. Theta Healing kursimizda birinchi bor bu imkoniyat berilyapti. Bizning shu kungacha bo'lgan boshqa kurslarimiz zapislari sovg'a tarziga kiritilgan 2,5 million so'mlik umumiy qiymatda sovg'a sizni kutyapti. Theta Healing kursidan tashqari. Theta Healing kursi jonli tarzda xuddi mana qanday eshitib turgan bo'lsangiz, shunday tarzda o'tkazilinadi. Har bitta efirni mana shunaqa sizlar bilan jonli o'tirib, bir necha soat mana shunaqa efirlarda tahlil qilib, alohida har biringlarni xabaringlarni o'qib, savolinglarga javob berib o'tkazilinadi Theta Healing kursi. Va har bitta bo'lgan zapis sizlarga butunlay qoldiriladi kursdan keyin. O'sha guruhda siz istagan vaqtingizda ochib qayta eshitishingiz uchun qoldiriladi. Va undan tashqari katta pullarga ochilish, bizda kursimiz va ruhiy yuksalish jonli seminarimizni video zapisi butunlay bepulga, ya'nikida mana shu sovg'a tarzida Theta Healing kurs ishtirokchilarigagina mana qo'shib bonus sifatida sovg'a berilyapti. Bu 2 yil oldin sovg'a desak ham bo'ladi. Birinchi marotaba shu kurslarni biz sovg'a tarzida kiritdik va voqelikni boshqarish kursimiz ham mana shu kurslarimizda har biri, mana voqelikni boshqarish, har biri 12 ta darsdan iborat. 10 ta, 12 ta, 8 ta mana shunaqa katta darslardan iborat. Kim o'sha ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, sovg'alarni qo'lga kiritishingiz mumkin, o'zingizlarga tashab beriladi. Ya'ni o'sha alohida darslar kanaliga yopiq guruhda bo'ladi. U bemalol kirib, eshitib, foydalansanglar bo'ladi. Zapisni beramiz, xudo xolasa. Faqatgina azizlar, marafonda bo'lib to'lash imkoni yo'q, lekin Theta Healing kursimizda bo'lib to'lash imkoni bor. Va bu imkoniyat ham o'sha tugashiga bir necha kun qoldi. Asosiy qabul o'sha tugashiga, asosiy darslar boshlangandan keyin bo'lib to'lash imkoni bilan emas, faqat 100% to'lov bilan o'qishingiz mumkin bo'ladi keyin. Hozircha esa to'lovni bir oy davomida bo'lib to'lash imkoni bilan kursda o'qishni boshlashingiz mumkin. Albatta. Mana kursda o'sha ro'yxatdan o'tib yozilganlar, tabriklayman. Theta Healingni bu safarga demak guruhida sizlar bilan yana bir ajoyib bilimlarni birga o'rganishda davom etamiz. Bugungi efirni mazmunli bo'lgan bo'lsa sizlarga qoldiraman. Raskopka tarzida o'tildi. Omadli bizning o'quvchimiz shunaqa imkoniyatga ega bo'ldilar va endi harakat qilamiz har hafta хотя бы 2 martadan bo'lsa ham mana shunaqa sizlar bilan bepul tarzda konsultatsiyalar, analiz, tahlillar guruhda har biringlar bilan endi har biringlar bilan desam balki noto'g'ri bo'ladi. Kimga nasib qilgan bo'lsa tanlab olamiz ishtirokchilarning ichidan va ular bilan o'tkazamiz mana shunaqa. Bugun esa bu Barnopaga nasib qildi. O'ylaymanki bugungi mana tahlildan keyin, raskopkadan keyin hozir batafsil nimani his qildingiz, nimani angladingiz, albatta yozib qoldiring. Mana guruhda mana shunaqa konsultatsiya oldim degan ma'noda. Chunki bu balans uchun nimadir oldingiz, nimadir ulashish ma'nosida albatta. Chin dildan ulashib boringlar hamma. Bugungi efir uchun barchalarga katta rahmat. Keyingi efirlarda
ko'rishguncha har bitta efirga albatta bizlar bilan birga bo'lishga harakat qiling. Mana shunaqa kutilmaganda, bilasizlar, har doim menda ilhom kelganida mana shunaqa raskopkalar nimalardir har doim o'tkazamiz. Va bu albatta chin yurakdan bo'ladi. O'sha ilhom kelganida qalbdan qalbga yetib boradi. Xudo xolasa balki ertaga tongda, mana bugun endi ko'proq yomg'ir to'xtamagani uchun uyda sehrli tongni o'tkazdik praktikalarni. Ertaga balki jonli efirda o'tkazamiz sizlar bilan sehrli tongni. Ertalabdan tongdan tongi efirda nasib bo'lsa, xudo xolasa ko'rishguncha sizlar bilan azizlar. Barchalarga katta rahmat. Salomat bo'linglar.